Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Tailand Phuketda Vostok oshxonasidamiz. O'zbek milliy taomlari. Bismillahirrohmanirrohim. Halol go'shtlardan ishlangan. Tailand qalampir. Issiqni somsalari bor ekan. Ular ham to'la go'sht ekan, piyoz yo'q. Shakarobkomi 5 yil. Qo'y yog'i, zig'ir yog'i. Go'shtni mazasi ham zo'r ekanda. Asli qalampirni ham damini berdim, Tailand qalampir. Vostok restoranining ikkinchi filialini ochar ekanlar. 4 kundan keyin. Sardor aka qo'llaringizdan ko'rmasin. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Vostok restoranida kutib qolamiz. Joylaringiz sog' bo'lsin, kuzatishda davom eting.